Menga ham stalba juda qiziq tuyuldi. Birinchi men boshida juda buni massivniy katta narsa deb o'yladim. Taxminan shapkasini tushunishlik uchun mana shu 1 metr atrof yoki 1.10 taxminan. Bu massivniyligi shu joyga yarashgan. То есть mana shu bo'yi, mana shu kattaligi shapkasini umumiy aura, то есть umumiy obliki. Bino ko'rasizlar, juda katta bino bu ham. Kichkina bino emas. Binoning umumiy aurasiga, то есть binoni hajmiga nisbatan yaxshi tushib bergan. Stiliga demayman hozir, hajmiga nisbatan yaxshi tushib bergan. Agar buni oddiy uchastkalar oldiga yoki kichkinaroq binolar oldiga qo'yib qo'ysalar, bu juda katta va qo'pol tuyulib qoladi. Arxitekturaga detallar tanlanayotganda, u bo'ladi ko'chadagi shu lyustralarimiz bo'ladimi yoki fasadga qo'yiladigan bra elementlar bo'ladimi yoki mashinaga o'xshagan stalbalarimiz bo'ladimi, binoning umumiy ob'yomidan kelib chiqish kerak baribir. O'sha mutaxassisga murojaat qilsanglar, o'zi ob'yomiga nisbatan yarashadiganrog'ini tanlab beradi sizlarga. To'g'ri, sizlarga yoqmasligi mumkin ko'rinishi, lekin ob'yomiligiga nisbatan yarashib ketishi mumkin. Lekin yoqadigan ham ob'yomiligi tushadigani bo'lsa, idealni tushadi lekin xudo xolisi.